Birodarlar, qari qiz lapuh bargi haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Birodarlar, juda ko'pchilik yozibdi. Ayollar kista miyoma, женский заболевание, gormonal buzilishlarga uy sharoitiga ayting. Eroziya kista miyomani so'rashiga nima tavsiya berasiz? Tabiiy giyoh bilan davolasa bo'ladimi debdi. Birodarlar, mana lapuh qari qiz bargi ildizi juda ham foydasi zo'r. Hamma joyda hozir bor. Mana hamma joyda o'sib yotib, buni birodarlar sokinini chiqarib kuniga 50 grammdan iste'mol qiling. Birodarlar, bundan tashqari artrit, artroz, revmatizm, bo'g'imlar og'rishiga juda yaxshi yordam beradi. Tabiiy. Agar sizda sahr bo'lsa, sahrni yaxshi davolaydi. Birodarlar, onkologiya kasallariga, jigar sirroz, gepatit, gepatozlarga, qondagi viruslarni haydab beradigan xususiyatga ega. Birodarlar, qari qiz bargi, buni ildizi ham foydasi zo'r, bargi ham foydasi bor. Hozir 1-2 oy hamma joydan topsangiz bo'ladi bu barglarni, mana svezi. Hamma joyga o'sib yotibdi. Ayollar kista miyoma, женский заболевание, gormonal buzilishlarga juda yaxshi yordam beradi. Birodarlar, qon suyuqtiradi, oshqozon hazm jarayonini yaxshi qiladi, o'tqob dimlanishini oldini oladi. Juda ham foydasi zo'r. Ich qotishga, qabziyatga juda yaxshi yordam beradi. Do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Uy sharoitida birodarlar, qilib ko'ring, xudo xolasa foydali bo'ladi.